Assalomu alaykum hammaga. Hozir klientimiz Instagramdan ko'rib kelibdilar. Ularga hozir Magicar Start Stop datchik sveti, ya'ni tunnel datchik va oyna ko'taradigan bloklarni chiroyli qilib uстановка qilib beramiz. Zamok ichidagi qulf olib tashlanadi. Mana bu Start Stopda qulflanmaydigan bo'ladi keyin. Ko'pchilik so'ragandi, tunnel datchikni Cobaltga qanaqa o'rnatadi deb. Mana tunnel datchigimiz. Mana birinchisi minus, ikkinchisi qizil plus, va sariq simimiz generator simi hisoblanadi. Bu generatorga ulaysiz yoki atsisi bir holatiga ulaversangiz ham bo'ladi. Keyingisi mana bu yashil simimiz, bu senter zamokka ulanadigani, ya'ni qulflaganda minus kirsa yoki ochganimizda minus kirsa, faralarni 10 sekund yoqib beradi. Keyingisi bu mana bu gitaramizda ya'ni o'sha farani o'chirib yoqadigan pulchatildi stikeri. Bunda mana bu oq simimiz blижний sim hisoblanadi, ya'ni blижнийga yoqqanimizda minus keladi. Bunga mana bu ko'k simni olib kelib ulaymiz. Mana bu yerdan sim chiqarganmiz, hozir buni ulab qo'yamiz. Keyin bu ulanadi va undan keyingisi mana bu keyingi mana jigarrang bo'lib turgan simimiz. Bunisi mana bu yashil sim kesiladi. Kesamizda buni jigarrang simimizni mana bu faraga ketgan tarafiga ulaymiz. Va mana bu o'rtadagi oq simimiz bo'lsa, bundan oq sim chiqarganmiz. Buni mana bu stekerda qolgan tarafga ulaveramiz. Mana shu uchala sim ulanadi bir-biriga. Ya'ni mana ko'k topga bunga ulaymiz. Jigarrangda olib kelib faraga ketgan tomonga o'rtadagi oq simni o'zi steker tomonga ulab qo'yamiz. Bo'ldi shu. Hozir ikkita relay qo'yilyapti, ya'ni mashinani qulflaganimizda bitta relay ishlaydi, ochganimizda boshqa relay ishlaydi. Bular bittasi mashinani qulflaganimizda start stopni chirog'i o'chish uchun ishlatiladi. Ochganimizda ishlagani mashinani ochganimizda faralarni yoqib beradi, ya'ni tunnel datchik uchun qo'yiladi. Bittasi demak tunnel datchik uchun, bittasi start stop uchun qo'yilyapti hozir. Mana eshikdan simlarni topib oldik. Ko'rsatsin. Ikkita simni topib olganmiz. O'sha simlardan hozir ikkita relayni ulab olamiz. Uстановkalar qilib bo'lindi. Hozir endi yig'amiz joyiga. Mana simlarini hammasini izolenta bilan, jem izolenta bilan yopildi. O'tkazgan simlarimiz hammasi zavod holatiga qaytardik bularni ham. Mana sakablokda o'rnatilganda ham mana simlar zavod holatiga qaytarildi. Mana mashinani qulflaganingizda o'chadigan bo'ladi. Tunnel datchiklari mana chekka qo'yilgan. Start stoplarning knopkasini joylashishi mana qulflaganimizda o'chadi va oynalarni ko'tarishni boshlaydi. Keyingisi уже o'tdi. Ochadigan bo'lsak, qorong'i bo'lsa faralar yonadi. Tormoz bosadigan bo'lsangiz, knopkani bosadigan bo'lsangiz, chiroqchasi yana qaytib yonib qoladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Klientimiz ham Surxondaryodan kelibdi, mana ko'rib. Aka, mana shunga start stop qo'yib bering deganiga hozir qo'yib, mana ishlarini yakunlab berdik.